Osmon Bank bugun siz uchun iPhone 7 Pro'dan tortib eng so'nggi Samsung Honor brend smartfonlarini eng arzon narxda va eng arzonchi modellargacha ko'rsatib beradi. Assalomu alaykum. Albatta, smartfonni soatsiz ishlatishni tasavvur ham eta olmayman. Men sizlarga shunday ekan, Apple Watch Ultra 2 ni shunaqangi noyob Remishoyning o'zi narxi $120 dan qimmat turadi. Va bu soatni $800 soat deb aytaman. Narxi esa $470 ga. Yangidek holatda. Tezlikda tengsiz Xiaomi 14T emas, bu Pro'si. Bu eksklyuziv 120 vatli quvvatlagich orqali 17 minutda zaryadlanadi. Natural titanium rangda $419 ga. A+ segmentda. Bugun Xiaomi'da shunaqa zo'r modellarni taklif etib, $310 ga Xiaomi 13 12256 li yangidek holatda. Hurmatli obunachilar, smartfonlar o'ta kuchli taklif bilan taqdim etilmoqda. Note 9 Pro modelimiz. O'ta darajada yoqimli $85 ga 6 operativ. Bu smartfonlar bir tomonda iPhone, Samsung bir tomonda, lekin Huawei Pura 70 Pro bitta alohida tomonda turadi. Bu smartfon full box holatda haqiqiy kuchli, haqiqiy mощностьni 12 tali $495 ga ayta olaman. S24 Ultra dan ancha kuchli smartfon. iPhone 16 Pro Max 128.95% ideal $980 ga, 128.98 12 Pro da Amerikadan keltirilgan ideal $360 ga, 128.98% 13340 dan kam yo'l olmaysiz, 315 ga qilib beraman. 256.98% o'ta darajada yoqimli bo'lgan $1020 ga. Endi sizni hayratga solishda davom etamiz. 512 tali, hurmatli obunachilar, tasavvur qiling, 512 tali o'z blogingiz yuritish uchun ayni vaqti keldi. Juda arzon narxga iPhone 15 Pro ni qora rangni olgan odam afsuslanmaydi. O'ta seryozni uslubni olgan bo'ladi. O'ta darajada premiumlikni olgan bo'ladi. Narxini esa 256 100 esa 850 bo'lyapti. 810 ga beraman. 512 tali 100% lisini. O'zim ham 17 Pro Max'ni oqini ishlatganman. 17 Pro da oqini 512 talisi keldi. Bu content makerlar uchun eng mukammal segmentdagi kamera moduliga ega bo'lgan iPhone 17 Pro ni oq rangi $1850 turadi. 1490 ga beraman. O'zbekistonda ishlamagan, bor yo'g'i 24 marta zaryadlangan, bir oy ham ishlamagan. 128 100% li 49 marta zaryadlangan, даже 1,5 oy ishlamagan telefon $975 ga. 256.90 $729 ga. iPhone 15 Pro o'ta darajada yangi. $679 ga iPhone 15 Pro. Bu narx sensatsiya narx. 128.91 $460 ga. 128.99 $480 ga silver rangda ideal iPhone 13 Pro. 64 100 245 64.93 $240 ga. A+ segmentda o'ta ideal iPhone 8 $85, iPhone 12 128.90 96% li, narxi esa chegirma narxda $285 ga. Bugun kompaktli modellarning qiroli, qo'lda elegant o'ynashadi, yorqin zamonaviy ranglarda. Xohlagan rangingizda bir emas, bundan 3 ta 4 talab olishingiz kerak, chunki bunaqa smartfon bugun bor, ertaga yo'q. Kerak bo'lsa kuni kecha 60 taga yaqin kelgan, hamma sotilib, bitta ham qolmagan edi, bugun kirib keldi. 2 ta 3 talab olinglar, hurmatli obunachilar. Arzon bo'lib ketdi, $138 dan. A+ segmentda eng yangilari, A- lari 115 gacha bo'ladi. Bizda unaqalarini pastda Telegram kanalida yozib qo'yganmiz. Kirib ko'ringlar, juda arzon narxda. Note 20 Ultra $220 ga, S20 narxidan arzon narxda, a'lo holatda. 6 ga 108 tali A51 5G $85 ga. Hozir LG Velvet'lar olib kelib juda qiyin bo'lib ketdi, hurmatli obunachilar. Xuddi dardini aytayotgandek bo'lamiz, lekin bitta smartfon uchun 1 millionga yaqin avtomobil to'lanayapti. E'tibor bering, o'zi $170 smartfon edi. 1 million avtomobil qilinadigan bo'lsa 2 dan oshib ketadi-ku. Lekin biz narxlarga ta'sir etmagan holatda, ofitsial tarzda emaillar o'tkazgan holatda 170 ga qilib beramiz. O'zbekistonda ishlamagan LG Velvet noyoblikni xush ko'radiganlar uchun Note 10 ni ofitsial o'tkazib, chotki qilib beryapman $195 ga. O'zi narxlar ko'tarilishidan avval $200 edi. $230 ga hayratlanarli arzon narxda Note 10 Plus ofitsial toza $200 ga Note 14 Pro 230 220 dan kam yo'q bo'lgan model. S22 290 bo'lyapti. Men sizga $280 ga S22 Plus taklif etaman. A'lo holatda. S24 Plus e'tibor bering. S24 $500 bo'lyapti. 510 bo'lyapti. Bu $485 ga S24 Plus'i o'ta darajada ideal holatda. S25 Ultra'ni
900 dan qimmat Dubai varianti, rasman 1 yillik kafolatli, o'ta idealini sizga 880 qilib beraman. Galaxy S25 625 dollarga qilib beraman. A+ segmentda Ice Blue rangda legendarniy afsonaviy S15 smartfonlari 190 dollardan edi. Chekimada 185 A+, 165 A- varianti. S21 ni xohlagan rangingizda A+ segmentda 230 dollardan butun O'zbekiston bo'ylab bepul va tez yetkazib beramiz. Inshaalloh bu smartfonlar bilan siz bizni butun umrli mijozimizga aylanasiz. Bizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Bizni ikkinchi filialimiz edi. Birinchi filialda bundan da katta chegirmalarni pastda Telegram havoli orqali ko'rishingiz mumkin inshaalloh.